Bugun men sizlarga pensiya oladigan har bir fuqaro pensionerlarning farzandlari nogironlik nafaqasi oluvchilar. Boquvchisini yo'qotgan oilalar va ijtimoiy nafaqa kutayotgan insonlar uchun juda muhim bo'lgan mavzuni tushuntirib beraman. Gap 1 avgustdan pensiyalar yana oshirilishi, ya'ni ikkinchi indeksatsiya masalasi haqida ketmoqda. Bu oddiy yangilik emas. Chunki pensiya miqdoridagi har bir o'zgarish dorixona xarajati, kommunal to'lov, oziq-ovqat, qarindoshlarga qaramlik darajasi va oilaning oylik rejasiga bevosita ta'sir qiladi. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Men bugun faqat pensiya oshadi deb aytib o'tmayman, balki kimlarga ta'sir qiladi, kimlarda summa ko'proq o'zgaradi, kimlar noto'g'ri kutishlarga berilmasligi kerak. Qaysi hujjatlarni tekshirish zarur? Bank kartaga pul qachon tushishi mumkin? Pensiya jamg'armasiga qachon murojaat qilish kerak? Hammasini oddiy tilda tushuntiraman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling va videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotni vaqtida bilgan odam pulini, vaqtini va asabini tejaydi. Avval pensiya oshirilishi odatda yil davomida bir marta yoki iqtisodiy vaziyatga qarab alohida qaror asosida amalga oshiriladi. Ya'ni davlat inflyatsiya, narxlar o'sishi, byudjet imkoniyatlari, ish haqi va aholining real daromadlarini hisobga olib, pensiya va nafaqalarni indeksatsiya qilardi. Indeksatsiya degani oddiy qilib aytganda pensiya miqdorini narxlar o'sishiga moslab qayta ko'rib chiqishdir. Agar bozorda oziq-ovqat, dori-darmon, transport, elektr, gaz, xizmatlar narxi oshsa, pensiya miqdori o'sha eski holatda qolsa, pensionerning qo'lidagi pulning haqiqiy qiymati kamayib boradi. Shuning uchun indeksatsiya pensionerning daromadini qog'ozda emas, hayotda saqlab qolish uchun kerak. Endi asosiy o'zgarish shundaki, 1 avgustdan navbatdagi oshirish masalasi kun tartibiga chiqmoqda. Buni odamlar ikkinchi indeksatsiya deb atashmoqda. Sababi yil boshida yoki avvalgi davrda bir oshirish bo'lgan bo'lsa, avgustdan yana qayta ko'rib chiqish bo'lishi mumkin. Bu holat pensionerlar uchun muhim signal. Demak, avvalgi miqdor yakuniy deb qabul qilinmasligi kerak. Pensiya hisob-kitobi yana o'zgarishi mumkin. Lekin shu yerda men ekspert sifatida juda muhim narsani alohida aytaman. Har qanday oshirish rasmiy qaror, farmon yoki tegishli organlarning e'lonlari asosida kuchga kiradi. Internetda hammaniki 2 barobar bo'ladi. Hamma bir xil qo'shimcha oladi. 1 avgust kuni ertalab darhol karta to'ladi degan gaplar tarqalishi mumkin. Bunday xabarlarga ko'r-ko'rina ishonmang. Asosiy mezonlar har doim quyidagilar bo'ladi. Pensiya turi. Hozirgi pensiya miqdori, ish staji, hisoblangan bazaviy miqdor, qo'shimcha ustamalar, nogironlik guruhi, boquvchisini yo'qotganlik holati va ayrim toifadagi imtiyozlar. Eng avvalo, kimlar bu o'zgarishni diqqat bilan kuzatish kerak? Birinchi navbatda yoshga doir pensiya oluvchilar. Bu eng katta guruh. Masalan, 67 yoshli otaxon 30 yildan ortiq mehnat stajiga ega, hozir oyiga 1 million 200 ming so'm pensiya olayotgan bo'lsa, indeksatsiya foizi qo'llanganda uning pensiyasi shu bazadan kelib chiqib oshadi. Agar oshirish 10% bo'lsa, taxminan 120 ming so'm qo'shilishi mumkin. Agar 12% bo'lsa, 1,4 ming so'm atrofida o'sadi. Men bu raqamlarni tushuntirish uchun misol sifatida aytyapman. Aniq foizni rasmiy qaror belgilaydi. Ikkinchi toifa nogironlik pensiyasi yoki nafaqasi oluvchilar. Bu yerda vaziyat biroz nozik. Chunki nogironlik bo'yicha to'lovlar hamma uchun bir xil hisoblanmaydi. Kimdir mehnat stajiga ega bo'lganligi uchun nogironlik pensiyasi oladi. Kimdir ijtimoiy nafaqa oladi. Masalan, birinchi guruh nogironligi bo'lgan fuqaro doimiy parvarishga muhtoj bo'lishi mumkin. Dori xarajatlari oyiga 300 ming so'mni tashkil qilishi mumkin. Bunday odamlar uchun pensiyadagi 1000 ming so'mlik o'sish ham juda katta farq qiladi. Chunki bu bir oyga dori olish, tahlil topshirish yoki transport xarajatini qoplash degani. Uchinchi toifa boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini oladigan oilalar. Masalan, ota vafot etgan, 2 nafar farzand onasi qaramog'ida. Farzandlar maktabda o'qiydi, ona esa to'liq ishga chiqa olmaydi. Bunday holatda boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oilaning eng muhim daromad manbalaridan biri bo'lishi mumkin. Indeksatsiya qilinganda bu oilalarning ham to'lovi qayta hisoblanadi. Lekin miqdor oiladagi nafaqa oluvchi shaxslar soniga, ularning yoshiga, o'qish holatiga va hujjatlar to'g'ri rasmiylashtirilganiga bog'liq bo'ladi. 4-toifa kam ta'minlangan yolg'iz yashovchi pensionerlar. Aynan shu guruh eng ko'p qiynaladi. Chunki yolg'iz pensionerning pensiyasi faqat oziq-ovqatga emas, kommunal to'lov, dori, kiyim, uy ta'miri, ba'zan hamshira yoki qarovchi xizmatiga ham ketadi. Masalan,
bir bu oyga 900 ming so'm pensiya olsa, shundan 2,2 ming so'm doriga, 180 ming so'm kommunal to'lovga, 5 ming so'm transport va mayda ehtiyojlarga ketsa, oziq-ovqat uchun qoladigan pul juda cheklangan bo'ladi. Pensiya do'qindi 120 ming so'mga oshsa ham, bu uning kundalik hayotida sezilarli yengillik beradi. Endi kimlar hatdan tashqari xavotir olmasligi kerak. Agar siz pensiyani bank kartasi orqali olayotgan bo'lsangiz, hujjatlaringiz to'liq bo'lsa, pasport ma'lumotlari yangilangan bo'lsa, yashash manzilingiz pensiya jamg'armasi bazasida to'g'ri bo'lsa, odatda oshirish avtomatik qayta hisoblanadi. Ya'ni siz har safar pensiyam oshsin deb ariza yozishingiz shart bo'lmaydi. Indeksatsiya umumiy tartibda amalga oshirilsa, tizimning o'zi yangi miqdorni hisoblaydi. Lekin kimlar albatta tekshirishi kerak? Birinchidan, yaqinda pasport yoki ID karta almashtirganlar. Ikkinchidan, yashash manzilini o'zgartirganlar. Uchinchidan, pensiya turini o'zgartirishga asos paydo bo'lganlar. To'rtinchidan, qo'shimcha staj hujjati topganlar. Nogironlik guruhi o'zgarganlar. Oltinchidan, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasida farzand 18 yoshga to'lgan, lekin o'qishni davom ettirayotgan holatlar. Bunday vaziyatlarda bazada ma'lumot to'liq bo'lmasa, to'lov noto'g'ri yoki kechikib hisoblanishi mumkin. Keling, real hayotga yaqin bir nechta misolni ko'rib chiqamiz. Birinchi misol, 72 yoshli pensioner 1 million 7 ming so'm pensiya oladi. U pensiyasini naqd shaklda pochta orqali oladi. Agar 3 avgustdan indeksatsiya qo'llansa, uning yangi pensiyasi pochtaga keladigan ro'yxatlarda aks etishi kerak. Lekin naqd pul tarqatish jadvali hududga qarab farq qilishi mumkin. Shuning uchun u 1 avgust kuni darhol pul kelmadi deb xavotir olmasligi kerak. Muhimi, avgust oyi uchun hisoblangan to'lovda yangi miqdor aks etadimi? Shuni tekshirish kerak. Ikkinchi misol. Allamizning 4 yoshli ayol pensiyani bank kartasi orqali oladi. Hozirgi pensiyasi 1 million 400 ming so'm. Uning kartasiga odatda oyning 5 sanasida pul tushadi. Agar indeksatsiya avgust oyidan kuchga kirsa, karta tushumida yangi summa ko'rinishi mumkin. Lekin ba'zan bank SMS xabarida faqat umumiy tushum ko'rinadi, izoh ko'rinmaydi. Shuning uchun u mobil ilova yoki bankomatdan tushum tarixini ko'rib, avvalgi oy bilan solishtirish kerak. Uchinchi misol, fuqaro 2023 yilda pensiyaga chiqqan, lekin eski mehnat daftarchasida yana 4 yil staj borligi keyin topilgan. U avgustda baribir pensiya oshadi. Shuni kutaman deb yurmasligi kerak. Indeksatsiya bir masala, stajni qayta hisoblatish boshqa masala. Agar qo'shimcha staj pensiya miqdorini oshirishga asos bo'lsa, u alohida murojaat qiladi. Natijada uning pensiyasi ham indeksatsiya hisobidan, ham staj qayta hisoblangani hisobidan o'zgarishi mumkin. To'rtinchi misol, nogironlik bo'yicha nafaqa oluvchi shaxsning guruhi ikkinchi guruhdan birinchi guruhga o'zgargan. Agar tibbiy mehnat ekspert komissiyasi xulosasi bazaga o'z vaqtida kiritilmagan bo'lsa, u eski miqdorda pul olishi mumkin. Bunday holatda davlat oshirmadi deyishdan oldin hujjat yo'li to'g'ri yopilganmi? Ma'lumot pensiya jamg'armasiga yetib borganmi? Shuni tekshirish zarur. Endi istisnolar, ehtiyot bo'lish kerak bo'lgan joylar va ko'pchilik bilmaydigan nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat. Pensiya oshishi hammaning qo'liga bir xil summa qo'shiladi degani emas. Agar indeksatsiya foiz ko'rinishida bo'lsa, yuqoriroq pensiya oluvchida qo'shimcha summa ko'proq ko'rinadi. Kamroq pensiya oluvchida esa qo'shimcha summa nisbatan kamroq bo'ladi. Masalan, takimsiz ming so'm pensiyaga foiz qo'shilsa, takimsiz ming so'm bo'ladi. 2 million so'm pensiyaga no foiz qo'shilsa 2 ming so'm bo'ladi. Foiz bir xil. Lekin qo'lga qo'shilgan pul har xil. Ikkinchi nozik jihat, ayrim ustamalar indeksatsiyaga turlicha ta'sir qilishi mumkin. Pensiyalarning umumiy to'lovi bir nechta qismlardan iborat bo'lishi mumkin. Asosiy pensiya ustama, kompensatsiya, qo'shimcha to'lov yoki imtiyozli to'lov. Har doim ham hamma qism bir xil foizda oshmaydi. Ba'zan faqat bazaviy miqdor oshadi. Ba'zan eng kam pensiya darajasi qayta belgilanadi. Ba'zan ayrim toifalarga alohida ustama qo'shiladi. Shuning uchun qo'shnimniki bid'atan menga oshibdi, menikisi nega do'qinming degan savolga javob hujjatlar tarkibida bo'ladi. Uchinchi nozik jihat, qarzdorlik va ushlanmalar. Ayrim pensionerlarda aliment, kredit, sud ijro hujjati yoki boshqa qonuniy ushlanmalar bo'lishi mumkin. Pensiya oshgan bo'lsa ham, karta yoki naqd qo'lga tegadigan summa to'liq ko'rinmasligi mumkin, chunki bir qismi ushlab qolinadi. Masalan, pensionerning pensiyasi 1 million 300 ming so'mdan 1 million 170 ming so'mga oshdi. Lekin unda bank kreditidan majburiy yechim bo'lsa,
karta tushumida farq kamroq sezilishi mumkin. Shuning uchun brutto hisoblangan pensiya bilan real qo'lga tushgan summa farq qiladi. 4-chi nozik jihat, yangi pensiyaga chiqqanlar. Agar fuqaro iyul oyida pensiyaga chiqqan bo'lsa, avgustdagi indeksatsiya unga qanday qo'llanishi pensiya tayinlangan sana va hisob-kitob qoidalariga bog'liq bo'ladi. Ba'zi holatda pensiya tayinlashda allaqachon yangi bazaviy miqdor inobatga olinadi. Ba'zi holatda esa avgustdan qayta hisoblanadi. Bunday odamlar albatta pensiya tayinlash varaqasini ko'rib chiqish kerak. 5-chi nozik jihat, chet elda yashayotgan yoki vaqtincha boshqa joyda bo'lgan pensionerlar. Agar pensioner doimiy yashash joyidan uzoqda bo'lsa, to'lovni olish tartibi, ishonchnoma, bank karta muddati, identifikatsiya talablari muammo tug'dirishi mumkin. Ayniqsa bank kartaning amal qilish muddati tugagan bo'lsa, pensiya hisoblangan bo'lsa ham puldan foydalanish qiyinlashadi. Shuning uchun avgustdan oldin karta faolmi? SMS xabarnoma ishlayaptimi? Bank ilovasi kira olyapsizmi? Tekshirib qo'yish kerak. 6-chi nozik jihat, firibgarlardan ehtiyot bo'lish. Pensiya oshishi haqidagi xabarlar chiqqanda ba'zi firibgarlar pensiyangizni oshirib beramiz, ro'yxatga kiritamiz, ariza to'ldirib beramiz, karta raqamingizni yuboring, SMS kodini ayting deb odamlarni aldashi mumkin. Men ochiq aytaman. Pensiya indeksatsiyasi uchun hech kimga karta paroli, SMS kod, bank ilovasi kodi, pasport nusxasini Telegram orqali yuborish kerak emas. Rasmiy murojaat faqat pensiya jamg'armasi bo'limi, Davlat xizmatlari markazi, MyTalk.uz yoki boshqa tasdiqlangan rasmiy kanallar orqali qilinadi. 7-chi nozik jihat. Avgustdan oshadi degani hamma pulni aynan 1 avgust kuni oladi degani emas. Hisob-kitob davri, moliyalashtirish sanasi, banklar bo'yicha o'tkazmalar, pochta tarqatish jadvali bor. Ba'zi hududlarda to'lov oyning boshida, ba'zilarida o'rtalarida, ba'zilarida belgilangan grafik asosida beriladi. Shuning uchun eng to'g'ri yo'l, avvalgi oyda qaysi sanada olgan bo'lsangiz, avgustda ham o'sha atrofdagi sanani kuzating. Agar sezilarli kechikish bo'lsa, banka yoki pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. 8-chi nozik jihat, oilada bir nechta pensioner bo'lsa, har birining olati alohida. Masalan, xotin ikkalasi ham pensiya oladi. 2 million so'm oladi, ayol 1 million so'm oladi. Oshirish foizi bir xil bo'lsa ham, qo'shimcha pul bir xil bo'lmaydi. Bundan tashqari, birda qo'shimcha staj, birda nogironlik ustamasi, birda imtiyoz bo'lishi mumkin. Shuning uchun oilaviy byudjetni rejalashda ikkalamizga bir xil qo'shiladi deb hisoblamaslik kerak. Endi eng muhim qismga amalda nima qilish kerakligiga o'tamiz. Birinchi qadam, hozirgi pensiya miqdoringizni aniq yozib qo'ying. Ko'pchilik taxminan 1 million atrofida deb yuradi. Bunday bo'lmaydi. Siz iyul oyida aniq qancha oldingiz, bank kartaga qancha tushdi, naqd qancha berildi, ushlanma bormi, bularni yozib qo'ying. Avgustda yangi summa tushganda solishtirish oson bo'ladi. Ikkinchi qadam, hujjatlaringizni tekshiring. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, bank kartasi, mehnat daftarchasi, nogironlik bo'yicha xulosa, o'quvchisini yo'qotganlik bo'yicha hujjatlar, farzandlarning o'qish joyidan ma'lumotnoma, nikoh yoki vafot haqidagi guvohnoma kabi hujjatlar tartibda bo'lishi kerak. Har kimga ham hammasi kerak emas. Lekin sizning pensiya turiga tegishli hujjatlar to'liq bo'lishi zarur. 3-qadam, bank kartangizni tekshiring. Kartaning muddati tugamagan, bloklanmaganmi, SMS xabarnoma ishlayaptimi, mobil ilovaga kira olasizmi? Balansni ko'ra olasizmi? Pensionerlarning farzandlari ham ota-onasiga yordam berishi kerak. Lekin men bu yerda muhim ogohlantirish beraman. Pensionerning roziligisiz uning kartasidan foydalanish to'g'ri emas. Eng yaxshi yo'l ota-onaga balansni ko'rishni, bankdan ko'chirma olishni o'rgatish yoki birga bankka borish. 4-qadam, agar pensiya miqdori oshmagan bo'lsa, darhol vahima qilmang. Avval to'lov sanasini tekshiring. Keyin bankdan yoki pochta bo'limidan tushum bo'yicha ma'lumot oling. Shundan keyin pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga murojaat qiling. Murojaatda aniq yozing. Men falonchi pasport ma'lumotim falon yoshga doir pensiya olaman. Iyul oyida falon summa olganman. Avgust oyida falon summa tushdi. Indeksatsiya bo'yicha qayta hisob-kitobni tekshirib berishingizni so'rayman. Murojaat aniq bo'lsa, javob ham aniqroq bo'ladi. 5-qadam, qo'shimcha stajingiz bo'lsa, uni alohida ko'taring. Masalan, sobiq korxona arxivida ishlagan yillaringiz bo'yicha ma'lumotnoma topildi. Bu indeksatsiyadan boshqa masala. Siz arxiv ma'lumotnomasi, mehnat daftarchasi, ish haqini tasdiqlovchi hujjatlar bilan murojaat qilishingiz mumkin. Agar staj pensiya hisobiga ta'sir qilsa,
pensiya qayta hisoblanadi. Bu ba'zi indeksatsiyadan ham katta farq berishi mumkin. 6-qadam. O'qiyotgan farzandlar bo'yicha hujjatlarni vaqtida topshiring. O'quvchisini yo'qotganlik pensiyasida farzand 12 yoshdan oshgan bo'lsa, lekin kunduzgi ta'limda o'qiyotgan bo'lsa, o'qish joyidan ma'lumotnoma talab qilinishi mumkin. Ma'lumotnoma kechiksa, to'lov to'xtashi yoki qayta tekshiruvga tushishi mumkin. Bunday holat oilaga og'ir ta'sir qiladi, chunki bir necha oy pul kelmasa, keyin uni tiklash uchun vaqt ketadi. 7-qadam barcha javoblarni yozib oling. Og'zaki bo'ladi, keyin keling. Kutib turing degan gaplar bilan cheklanib qolmang. Davlat xizmatlari markazi orqali, May.Kubuz orqali yoki pensiya jamg'armasiga yozma murojaat qiling. Ariza raqamini saqlab qo'ying. Agar keyin muammo bo'lsa, sizda murojaat qilganingizni tasdiqlovchi dalil bo'ladi. 8-qadam mahalladagi ijtimoiy xodimlar va hokim yordamchilari bilan ham aloqa qiling. Lekin asosiy hisob-kitob pensiya jamg'armasi vaqtida ekanini biling. Mahalla sizga yo'l ko'rsatishi, hujjat yig'ishda yordam berishi, yolg'iz pensioner sifatida qo'shimcha ijtimoiy yordam masalasini ko'rib chiqishi mumkin. Ammo pensiya summasini aniq hisoblab beradigan vakolatli organ pensiya jamg'armasidir. 9-qadam oilaviy byudjetni oldindan rejalashtiring. Pensiya o'sha degani pulni darhol katta xarajatlarga sarflash kerak degani emas. Birinchi navbatda doimiy xarajatlarni ajrating. Dori, kommunal to'lov, oziq-ovqat, transport, qarz bo'lsa qarz. Keyin qolgan qismini favqulodda holat uchun saqlang. Ayniqsa qishda gaz, elektr dori, shifokor xarajatlari ko'payadi. Avgustdagi oshirishdan kelgan qo'shimcha pulni butunlay mayda xarajatlarga tarqatib yubormang. 10-qadam rasmiy manbalarni kuzating. Pensiya jamg'armasi, kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligi. Prezident qarorlari e'lon qilinadigan rasmiy saytlar, May.Uz kabi manbalar asosiy ishonchli manbalardir. Telegramdagi noma'lum kanallar tanishim aytdi, bankdagi odam aytdi, hamma shunday deyapti kabi gaplar bilan qaror qilmang. Pul masalasida xato xabar odamni noto'g'ri harakatga olib keladi. Men yana bir muhim narsani aytmoqchiman. Pensiya oshirilishi pensionerning barcha muammosini birdan hal qilib yubormaydi. Lekin bu ijtimoiy himoya tizimidagi muhim qadam. Narxlar oshayotgan sharoitda pensiya va nafaqalarning qayta ko'rib chiqilishi aholining eng zaif qatlamlarini qo'llab-quvvatlash uchun zarur. Lekin har bir fuqaro ham o'z huquqini bilishi kerak. Huquqini bilgan odam ortiqcha navbatda turmaydi, firibgarga aldanmaydi, noto'g'ri hisob-kitobni vaqtida aniqlaydi. Agar siz pensioner bo'lsangiz, bugun 3 ta narsani qiling. Oxirgi olgan pensiya summangizni yozib qo'ying. Hujjatlaringizni bir joyga jamlang, bank kartangiz yoki pochta to'lovi holatini tekshiring. Agar siz pensionerning farzandi bo'lsangiz, ota-onangizga qo'ng'iroq qiling. Pensiyasi qachon tushishini, kartasi ishlayotganini, pasporti yangilanganini so'rang. Ba'zan oddiy e'tibor katta muammoning oldini oladi. Xulosa qilib aytsam, men avgustdan pensiya bo'yicha kutilayotgan navbatdagi oshirish, ya'ni 2-indeksatsiya masalasi har bir pensioner va ijtimoiy to'lov oluvchi oila uchun juda muhim. Oshirish hammaga bir xil ko'rinishda ta'sir qilmasligi mumkin. Chunki pensiya turi, staj, ustama, nafaqa holati va hujjatlar har xil. Eng to'g'ri yo'l rasmiy ma'lumotni kuzatish, o'z summangizni solishtirish, hujjatlarni tartibga keltirish va muammo bo'lsa yozib murojaat qilishdir. Sizningcha pensiyalar yil davomida necha marta indeksatsiya qilinishi kerak? Hozirgi pensiya miqdori narxlar oshishiga yetyaptimi yoki yo'qmi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Video foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumot bir pensionerning o'z vaqtida to'g'ri pul olishi, bir oilaning esa keraksiz sarson bo'lmasligi uchun yordam berishi mumkin.